Assalomu alaykum Kamolxon avtouni obunachilari. Bugun yakshanba mashina bozorida kimga qanaqa mashinalar qiziq? Shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringiz biz uchun qiziq. Shu mashinani topib obzorini qilishlikka harakat qilamiz. Madiyorbek do'stim, hamma videolarni ko'ryapsiz, layklarni bosyapsiz, addushi. Kommentariyaga buni bu yog'iga Akmal aka deb yozishni to'xtating. Siz Akmal aka deb yozyapsiz, dadam bu videoni ko'rib, akamizga ham rahmi kelib ketib, o'zi iPhone'dan berdi. Endi buni bu yog'iga ijodni umuman to'xtatmaymiz. Xohlasa aytib o'tganimdek, Xonobodimizga kichkina mashina bozorcha, mini mashina bozorchamizni ochyapmiz. Kimki mashinasini sotmoqchi bo'lsa, bemalol olib kelib, ashada videolarni olib, chiroyli narxlarga sotamiz, xudo xolasa. Sizlardan yordam kommentariy yozib, like ayamasdan bosib bang'illatib turasizlar. Endi buni bu yerga ham podpiska bosishni unutmang, chunki sizlarda bundan ham zo'r yangiliklar kutib boradi. Arzon narxlarda mashina, chiroyli injiq tiniq mashinalarni qo'yib boramiz. Podpiska bo'lishni unutmang.